Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hozirgi davrda safarda yurgan, turli o'lkalarda, demak, kimdir o'qishda, kimdir ishda yurgan mo'min musulmonlarni qiziqtirgan muhim savollardan biri. Ya'ni o'zi yashaydigan joydagi boshqa ahli kitoblar so'ygan go'shtdan yesa bo'ladimi yoki yo'qmi masalasi. Ahli kitob deganda faqatgina Yahudi diniga amal qiladigan kishilar, Nasroniy diniga amal qiladigan kishilarni nazarda tutiladi. Undan boshqasi emas. Butparastlar yoki boshqa din hindular bunga kirmaydi. Ana shu ahli kitoblarni o'zini dini talablari asosida so'ygan go'shtini yeyishlikka Alloh taolo Qur'oni Karimda ruxsat bergan. Moida surasida 5-oyatida alohida bayon qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat va ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum va ta'amukum hillul lahum deb Alloh taolo marhamat qilgan. Ya'ni bugun sizlarga tayyibat, pokiza narsalar halol qilindi. Shuningdek sizlarga yana halol qilindi nima? Kitob berilgan kishilarning taomi sizlar uchun haloldir. Sizlarning taomingiz ular uchun haloldir degan. Taomdan murod bu yerda Ibn Abbas, Abu Umoma, Mujohid kabilarning tafsiri bilan taom bu oyatdagi taom nima desa, o'shalarning so'ygan go'shti nazarda tutilgan deb tafsir qilishgan. Bu Moida surasidagi taomdan murod, demak, Yahudi va Nasroniylar o'zlarining dinlariga amal qilib so'ygan go'shtlarni nazarda tutilganligini, demak, Ibn Abbas, Abu Umama al-Bahili va hamda mujohidlar buni tafsir etishgan. Demak, ahli kitoblarni o'zini dini asosida so'ygan narsalari, demak, halol bo'lgan, bizning dinimizda halol bo'lgan narsalarni so'ysa, qo'yni, sigirni, echkini, tuyani, tovuqni, ya'ni boshqa shu islomga ko'ra, shariatimizga ko'ra halol bo'lgan hayvonlarni o'zini dinining shartlariga ko'ra muvofiq qilib so'ysa, mo'min musulmonlarga halol bo'lishligi mana shu oyatdan demak bilinadi. Endi juda ham e'tibor qilinadigan narsa bu. Hozirgi davrda Nasroniylarni diniga amal qilish masalasi juda ham savol ostida. Chunki Nasroniylar o'zini dini asosida so'yilishi kamdan kam topiladi. Yahudiylarda biroz bu jiddiyroq olinadi. Kasher deb ataladigan talab asosida ular o'zini halollikning nomi ularda asosida so'ysa, bu mayli, undan iste'mol qilish joiz. Ammo Nasroniylarda dinga amal qilishda biroz nuqson juda ham kattalashib ketganligi uchun uni aniqlash kerak bo'ladi. Nasroniy dinidagi odam o'sha dinining talablari asosida so'ygan bo'lsa, uni iste'mol qilishlikka joiz, lekin to shu narsani aniqlaguncha Nasroniy so'yganni ham yemasdan turishlik kerak bo'ladi. Yahudiylarniki nisbatan boshqalarga nisbatan, ya'ni Nasroniylarga nisbatan talab qattiqroq bo'lganligi uchun ularnikini demak iste'mol qilishlikdan mumkin bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Nasroniy kishi o'zini tilida Allohning ismi bilan deb aytib, o'sha ichida qasdida Iso alayhissalom nazarda tutgan bo'lsa, uni go'shti halol bo'ladi desa, u qasdidagi narsaning e'tibori yo'q. Tili bilan aytishda Alloh taoloning ismini aytib so'yayotgan bo'lsa, ana shu e'tibori bor. O'sha shariat talablari asosida bo'ynidagi shoh tomirlarini kesish bilan so'ysa, demak, uni go'shtini iste'mol qilishlik joiz bo'ladi. Shu bilan birgalikda e'tibor qilinadigan narsalardan biri o'sha hozirgi davrdagi ahli kitoblarni so'ygan narsasini ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsa-yu, lekin qanaqa qilib so'yilgani ma'lum bo'lmasa, ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsa, fatvoga ko'ra joiz bo'laveradi. O'sha mashhur Ibn Nujaym al-Misri Tahoviydan rivoyat qilgan kitoblarda keltirib, Imom Tahoviydan keltirgan naqlda o'sha ahli kitobni so'ygan narsasini agar so'yilgan holatda musulmon odamga taqdim qilingan bo'lsa, uni iste'mol qilishligi mumkin bo'ladi. Uni Allohning ismini aytgan yoki aytmagani ma'lum bo'lmasa ham, lekin ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsa, o'shani o'zi kifoya qiladi. Agar Allohning ismini aytib so'ymaganini ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa yoki ma'lumoti bo'lsa yoki Iso alayhissalomning nomini o'zini aytib so'ygan bo'lsa, uni bilgandan keyin uni iste'mol qilishligi harom bo'ladi degan ma'nodagi rivoyatni Imom Tahoviydan keltirganlar. Shundan demak, bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Hozirgi savolga batafsilroq javob berildi. Demak, ahli kitoblarning so'yganini diniga amal qilgan holatda so'yilgani ma'lum bo'lsa, iste'mol qilishlikdan shariatimiz man qilmaydi, iste'mol qilinaveradi. Vallohu taolo alam bis-savob.